Odam alayhissalom jannatda noz-u ne'matlar bilan tanovul qilar ekanlar. Jannat ne'matlari bilan burkanib yashar ekanlar. Hamma ne'matlar muhayyo. Nima istasalar muhayyo. Go'sht yeyman desalar go'sht bor. Choy ichaman desalar choy bor. Suv ichaman desalar suv bor. Kasallik, bemorlik yo'q. Ammo shu holatda bo'lsa ham Odam alayhissalom zerikkan ekanlar. O'zlariga o'xshagan zot bo'lmaganligi uchun jannatda biroz zerikkan ekanlar. Va Alloh taolo u kishini qavurg'alaridan, o'zlaridan momo havoni yaratdi. Va mudroqdan tursalar, oldilarida bir chiroyli o'zlariga o'xshagan inson suratida, ammo jinsi boshqa bo'lgan zot turibdi. U momo havo edilar. Uni ko'rib xursand bo'ldilar. Xursand bo'lib qaradilar. Sen kimnikisan dedilar. Ya'ni nima uchun yaralgansan deganda, men siznikiman. Siz uchun yaraldim.